O'zgidromet 16 fevral dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'ishi mumkin, shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-11 daraja iliq, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Qor ko'chishi xavfi bor, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi O'zgidrometning xabarida.